Ko'p odamlarda telefonida kuzatiladigan muammolardan bittasi bu zaryadga olish muammosi bo'ladi. Bunga bir misolda mana Samsung A52 telefonimiz bo'ladi. Zaryadi 29% bor. Zaryadga qo'yilganda 5,5 soatda to'laman deb aytayapti. Bu vaqt yana ham cho'zilishi mumkin. Biz bu telefonni xudo xolasa hech narsasini almashtirmagan holatda pastki platasi bilan shlefini o'zini remont qilib beramiz xudo xolasa. Zaryadga olishda muammosi bor telefonimiz, ya'ni Samsung A52 telefonimiz xudo xolasa tayyor bo'ldi. Buni aytganimizdek, hech qanaqa zapchasini almashtirmasdan o'zini zavod holatidagi narsalarni to'g'rilab ishlatib berdik xudo xolasa. Ko'rishinglar mumkin, telefonimiz xudo xolasa normal zaryad olish holatiga qaytdi. Aytganimizdek, xudo xolasa mana hech narsasi almashgani yo'q. Hatto gnezdosi ham, pastki platasi ham, shlefi ham almashgani yo'q. O'zini chiroyli qilib remont qilib ishlatdik xudo xolasa. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilib olib kela olasizlar. Ishinglarni chiroyli qilib bitkazib beramiz.